Pishirilish usuli bilan internetni portlatgan o'sha mashhur turkcha doneri bugun sizlar bilan birga tayyorlaymiz. O'xshadimi yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Idishimizga 250 mg sut, 250 mg suv, 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq shakar, 2 osh qoshiq dro'jji solib aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirganimizdan keyin 100 mg yo margarin yoki oddiy semichka yog'i solib un solishni boshlaymiz. Unni hammasini bitada solmaymiz. Yumshoq qo'lga yopishadigan xamir bo'lgungacha un solib, yaxshilab mushlab aralashtiramiz. Qo'lga yopishi boshlaganda yana 3-4 osh qoshiq yog' solib, bitta joyga to'plab, ustini yopib tindirishga olib qo'yamiz. Endi choperga piyoz, chesnok, qiymalarimizni solib, yaxshilab choper qilib olamiz. To'g'risi, buni tayyorlashda oldin rosa ikkilandim, chunki bir xilida juda ham zo'r chiqqan, odzivlari zo'r, lekin bir xilida o'xshamagan. Pergament qog'oziga yopishib qolgan qiymasi, o'shalarni ko'rganimda masalliqlarim uvol bo'lib qolmasmikin deb rosa ikkilandim, lekin baribir ko'rishga harakat qildim. Menimcha, agar qiymani yaxshilab urib pishitib tayyorlanadigan bo'lsa, hammada o'xshab chiqadi. Tayyor qiymamizga tuz, ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymamizni 5-10 minut yaxshilab urib pishitib olishimiz kerak. O'shanda pishishi yumshoq va juda ham sochni bo'ladi. Endi oshgan xamirimizdan zuvalachilik yasab olamiz. Menda bu xamirdan 8 ta zuvala chiqdi. Agar nonni tayyorlashga erinsangiz, tayyor oddiy yopgan nonni olib, to'rga bo'lib, ichiga mana tayyorlagan go'shtlarimizni, pomidor, ichiga yana nimalar xohlasangiz, o'shalarni solib tayyorlashingiz ham mumkin. Nonni pishirish обязательно emas, lekin o'zingiz pishirsangiz, nonni bilan juda ham zo'r chiqadi. Zuvalachalarimizni 20-30 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Tingandan keyin shunaqa yana katta bo'lib ishib chiqadi. Ularga yana bitta ishlov berib, listimizga terib pishirib olamiz. Nonlarimiz 200-220 gradusda 20-25 minutda pishib chiqadi. Endi bizga shunaqa pergament qog'oz kerak bo'ladi. Qiymamizni 4 bo'lakka bo'lib, pergament qog'ozimizga solib, ustidan yana bitta pergament qog'ozini tashab, jo'va yordamida yupqa qilib yoyib olishimiz kerak. Yoyganimizdan keyin shunaqa qilib o'rab olamiz qiymani.
Listimizni o'ziga ham bitta pergament qog'oz solib, qiymalarni joylashtirib, 200-220 gradusda 25-30 minutdan pishirib olamiz. Manda tepasi baland yoqilgani hisobiga ozgina kuyib qolibdi, lekin mazasi judayam zo'r chiqqan. Bekorga trendga chiqarishmagan ekan bu videoni. Issiq bo'lgani uchun qo'lim kuydi, kesa olmadim. Bu kuygan joyiga ahamiyat bermanglar, mazasiga ta'sir qilmadi. Tayyor nonlarimizni orasini ochib, ichiga sous tayyorlab olamiz. Sousni hamma o'zini xohishiga ko'ra tayyorlasa bo'ladi. Men pomidorni qirg'ichdan chiqarib, yarim bir osh qoshiqcha tomat qo'shib, zelen, tuz va ozgina suv solib, priprava solib tayyorlab oldim. Chesnok ham soldim aytgancha. Endi tayyor bo'lgan qiymalarimizni qo'limizda bo'lak-bo'lak qilib, mana shu nonlarimizni orasiga joylashtirib olamiz. Ishoninglar qizlar, mazasi shunaqa bomba bo'lar ekan. Bu trendiga qiymani qo'rqmasdan pishirib ko'raveringlar. Hammanglarda 100% o'xshab chiqadi. Faqat shu qiymasini yaxshilab urib pishitib olib va pergament qog'ozi yaxshidan tanlasanglar bo'ldi. Shunaqa mazali retseptlarni kuzatib borish uchun menga podpiska bo'lib qo'ying. Retsept yoqqan bo'lsa, like asdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha.